Ichishga yaroqsiz bo'lgan loyqa suvni uy sharoitida toza ichimlik suvga aylantirish mumkin. Bu haqida bilarmidingiz? To'g'risi men ham bilmasdim, qachonki Asaka tumanidagi 16-o'rta maktabning 5-sinf o'quvchisi buni o'z tajribasida isbotlab bergach, men ham bunga amin bo'ldim. Hozir shu haqida. Loyqa suvni filtrlash uchun men tajriba qildim. Birinchi paxtani soldim. Keyin daka soldim. Keyin toshda chunki minerallar bor. Toshni soldim. Keyin yana daka soldim. Keyin uni ustidan qum soldim. Qum tozalash uchun. Keyin suv solamiz. Bu loyqa suv. Buni filtrlaganimizda mana shunaqa oppoq suv chiqadi. Lekin bu suv ichishga yaroqli emas. Buni ichishga yaroqli qilish uchun faollashtirilgan ko'mir solish kerak. Keyin ichishga yaroqli bo'ladi. Aslini olganda bu tajriba jahon miqyosida keng qo'llaniladi. Hatto Rossiya Federatsiyasining eng chekka qishloqlarida kundalik amaliyotga aylangan. Biroq bundan hali xabari bo'lmagan, axborot olish uslublarini o'zlashtirib ulgurmagan qizaloq uchun ushbu holat shunchaki tajriba emas, balki ixtirodek gap.